Ballarım, seni kırınlar. Ha? Kırınlar, Momamni qishida o'tiraychu. Bu yak kırınlar. Mama, biz yana hikoya angliqli keldik. Bizga hikoya aytib bersizlar. Hay tentaklar, yana hikoya angliqli kapsizlar-da. Ma'qul, men sizlarga qaysi hikoyani aytib bersam bo'lar? Ha, o'ylab baqay-a. To'g'ri, men sizlarga ur to'qmoq degan hikoyani aytib bersam bo'lamdi? Ha? Burunqi zamonda bir bovoy bilan bir mo'may bo'lgan ekan. Ular bir daryoning bo'yida yashaydi ekan. Yo'qsizlik tufaylidan ular ishiga oldidagi bir tut jigdiga tayinib kun kechirdi ekan. Ammo ung'ang'i yo'nig'an degandek, ularning bu jigdisiga bir to'p qog'a o'g'ilmoqdi. Shuning bilan bovoyning hayotida odamni ham kuldiradigan, ham azoblaydigan, shundaqla nodonlik bilan tamoqorlik, rostchilik bilan soxtapazlik, haqqoniyat bilan razillik unutib erishgan ajoyib kechirishlar. Hay, yana nega mangdilar? Qog'i degan sho'rtumshiq yana qaqildaganda qiladi. Men jigdiga bir qarab baqay. Sizning kunlari aşı to'ngjigdan beqish bilan o'tamdi. Voy, qo'yib bersizlar. Yesi yemamdi. Xotin, to'li ko'tildimi sangcho? Sen yesi yemamdi degining bilan jigdini qog'iga yam qilib etib, qishda o'mashqa nima solasan deyman. Undaq bo'lsa-chi, ertadan kechgacha qaranchiqdek jigdining to'yida o't tasla. Hay, qanday qilish kerakligini o'zim bilaman. Sen bog'u, aksini chiqarlashma. Yok ol! Acayip ziriktim bu nakeslerden. Şar kanatlarının içi de senindek aş göz, kaşan baktıkını kömep tükenmen. Ademni ya aram huda yaşıkını koymadan. Ma qağılarning mendek bir g'eribning jigdisiga ugini vog'ini qaramamdigan. Hap to'xtab tur. Men senlarga bir tetimaydigan bo'lsam. Həcəbmə eğir qatıq günlər bab ketiyotadı. Bu yo'qsizlikdan qachonmi qutulamiz? Pul bayğa, suv sayga oqidi degan rost gap o'xshaydi. Ko'nglingni yerim qilma xotin. Oldirma. G'o'ridan olibda degan gapni anglamaganmisan? Ha, ujmi pesh, og'zimga cho'sh deb aşı to'ngjigiga qarab o'ltiraman deslar. Silimichi bek hamdam xiyol bo'lib qoldilar. Osh qog'i barkan, siliga bir tal mijigda qolmaydi.
Ha, ben jigdini aşu qağıga taşlap beremdim. Qarap dur. Atidan başlap jigdi tüydün qopmay oltırıp jigdi vaqman. Mau ahmaq buvayning gepini qaramamdigan. Tova. Acep obdan olcağa eriştim. Aval bu boyayının närini yesem bola. Aldı bilen onun iki gözünü çokalap yey. Bova, tırılıp qağallıqlarına mübarek olsun. Meni koyuversile. Bilgerlema, sen uzaqdan buyan nesibemge çan selip, meni boz getip keldin. Muşu bir tüp jigidin yigile koymudun. Teki bugün nomus qınmay, adamdek sözleysin ha? Bova, gepimni anlap meni koyuversile. Ben seni tügmez baylıqqa eriştirimen. Sen ma? Sen qağıma? Men çıraylık geplerge işini muşu künge qağan. Emdi senin gepinge kirsem, ömrümün ahırıda yine tügümez püşaymanğa qalamen. Yo'q bova. Men hergiz meseleni puşaymanğa qoymayman. Men bolsam qağlarning eng qerisi. Yeşim mingdan oshdi. Menga shundaq bir xislat ato qilganki, xohlasam qağıga, xohlasam odamga o'zgaralayman. Sizlarning ta'laylar bor ekan. Men sizlarga shundaq bir xosiyatli narsa berayki, butkul odami zot hayron qolsin. Bopda, seni mi bir ko'rib baqay? Ma'qul. Men bilan maqsula. Qarsla, bu.
Marhamat qiling bova. Nemi karamet bu? Onun mu düşün mü? Tushlarimi emas, balki dal silining asli makonlaridir. Endi men sizlarga ajoyib, xosiyatli bir narsani sovg'a qilay. Av buloq bo'yidagi gelam silingan supuq qarsilar. Yigit, nemi deb eshakni gelamning ustiga chiqarib qo'yding? Aldırımızla bova, hazırlı bilip qalalar. Qeli. Man qarısla bova. Men bo'lsam, mushu sirliq makonda turaman. Mana bu eshak sizlarga vafo so'g'iz bo'lib qolsin. Bu eshakni shundoq mensizlar o'zlarini yo'l ustida ko'rlar. Agar mol dunyo lozim bo'lib qilib, tezaklar eshigim tezaklar, oltin tilla tezaklar desizlar, u sizlarga oltin tilla tezaklab beradi. Dünyada nadimi unda xislatlik eshak olsun? Ishonmisizlar? Ana qarasizlar. To'q, mundaqmi xislatlik eshak bo'ladi-ku, ha? Qani bova, eshakka minsizlar. Ammo aslarda bo'lsin-ki, bu sirni hech kimga tinmasizlar. Xayr xo'sh, vafodor yigit. Xayr xo'sh bova. Qadrlik ishigim, menmi herib ketdim, senmi herib ketding? Bugun mush tugmanda qonib qolin, ha? Oy, odam bormi? Odam bormi? Aha, mana.
aziz mehmon hamag'aylar. Taqsir uzun yo'l besib, herib ketdim. Bugun Malal kemisi o'ylardi qo'nib qolsam. Obdan. Qo'nib qaslar bo'laverdi. Sizlarga kapimizda joyim chiqib qolar. Rahmat. Mao ishigimgimi qarab qo'yala, ha? Obdan. Tugmanning kenida toza obdan cho'plik bor. Shu yerga chiqib bog'lab qo'yay. Yo'qsa. Taqsir. Eshakni eg'illarga kirib qo'ysizlar. Maylamasa, deganlardek bo'lsin. To'xta. Bir gapni samillarga sep qo'yay. Lekin za oltin tilla tezaklar eshigim deb yurmislar yana. Nima dedilar? Obdan. Xotirjam bo'slar. Mehmon, men sizlarni deganlardek. Rızkı gayet, didar ganimet demişken. Bana bugün özgür bilen ağatlı dostuşum. Sizlarga o'rin sep qo'ydim. Aramaslar. Oldu. Mağfiret. Voy, nima ish qilyaptilar? Og'zingni yum. Acaba altın tizeklaydigan eshak mi bormidi? Ya bu olchib qolgan qerimidi? Nimada bo'lmasin? Bir sinab boqay. Altın tizeklar eshigim, altın tizeklar. Bu ne bir karamet? Tilesem, oğrudun alıp da depken. Çeksiz baylık ata kıldı.
Dünyada muşundaq eşeklərmi yarılıb digəndə. Asta. Nəgi yo'qolgandi bu odam? Jinob qochmagandi o? Chiqib qarab baqayjimi? Nima qilyaptilar bu kechida? Uyqularni uxlamay. Önünü çıqama. Ağzını şu. Hemmi karametini eli görsen. Nima deydi Allah? Gaplarni faqat tushunmadim. Bana hemisi. Dal diyeyi verip hemmin sana depdirey. Bir mağına bakıp karıp dursa. Mağına. Bundaki yeni keptirala. Ha, obdan. Hele bak. Avarı qilib qo'ydim. Xayramisan? Seferlerge ak yol olsan. İnşallah, xo'sh. Hoş. Xo'sh. Allah. G'oyib davlat degan mushu desilar. Endi mushu haddi hisobsiz mol dunyo bilan qo'limizni qayoqqa sunsak, shu yoqqa yetadi. To'qqizimizmi tal bo'lgan bo'ldi. Nasıl etsen Xudon? Nasıl etsen? Hey, endi men şundak bir ademge ayrılan ki bütün ehli yurt cemaat hayranlıktan ağzını içip kılırsın. Endi sizlar xalqning unini tatadigan jabokash tugmanchi bo'lmaylar. Sen mi endi tügmeninin suyunu yakılap, xalqning tağırının ağzını içip, onlarını kaçılışıp, tağalarının ağzını boğuşup vermeysen de. Endi bu jurt bizning bo'ladi desilar, bizning bo'ladi. Yak, aldırma Xudon, aldırma. Biz bir-birlab o'ylaylik. Kim aqlli qilib, iyliqi ahmaq qirg'a chondurib qo'ymaylik yana. İnşallah to'g'ri dedilar dadisi. Bizga bergan bu mol dunyosini chondurmay xajlaylik. Vay vay vay. Hay bovay. O şu ishekning oltin tilla tezaklishiga zotli ishongim kelmaydi. Sil umr bo'yi xalqning oldin xaltisiga tushib kelgan. Bu navbatmi shundoq bo'lib qolarmikin deb ansirayman. Ağzını üşütme. Ben sana boğan işlerin hemmisini dep bersem, yeni nimiş ki yamını cuvaysan. Yamını kelse altın tılla tezeklep bəymisimi canğa əskasılıp oldu o. Ben bu işeknin altın tılla tezekligenligini öz gözüm bilen kögen tursam. Ha, ma'qul. Sili ba, men ba, qani ko'ramiz.
Taqitimiz taq bo'ldi. Karomatlarini bir ko'rsatmamla. Oltin tilla tezaklaydigan qanday eshakdi u? Bir ko'rib baqsaq bo'pti-ku. Aldırmaqlar, sal tahir qilinglar. Bag'ujammo eshigimning karomatini ko'rmoqchi edi. U kishi kasila, jazman ko'risizlar. Keldik. Hocam geldi. Begim, qerikansizlar. Begim, bu yoqqa o'sla. Begim, qadamlarga muborak bo'g'ay. Hey bovoy, karomatingni bir ko'rsatmamsa. Obdan, amisi men eshakni achiqay. Bag'ujamdan o'tinadigan bir iltimosim bor edi. Aytishga tilim bormayotdi. Qani ayta bovoy, har qanday tiliking bo'lsa, o'rindashqa men tayyor. Eshigim tezaklagan oltin tillalarni Bag'ujam o'z qo'li bilan mushiyadagi puhralarga bo'lib bergan bo'lsa, avval sen eshigingning karomatini bir ko'rsat. qulluq Bag'ujam. Tezakla eshigim tezakla, oltin tilla tezakla. Tezakla eshigim tezakla, oltin tilla tezakla. Nima bu? Bu jumla turdi bu. Bu qanday gap bu? Tezakla eshigim tezakla, oltin tilla tezakla. Tezakla eshigim tezakla. Oltin tilla tezakla. Meni rasvo qilmag'in. Bag'ujamning oldida, el jamoatning oldida rasvo qilmag'in. Tezakla eshigim tezakla. Oltin tilla tezakla. Tezakla. Oltin tilla tezakla. Kelinglar, labay, bağlanlar. Hop. Begim, men gunohsiz, menga rahim qilsla. Bu qerini bağlab, yüzleri urulsun. Menga rahim qilsla. Begim, men gunohsiz, menga rahim qilsla. Menga rahim qilsla. Mana bize, yapsan söyle, kimden yapsan? Bu yakayım, yanıldan sen. Bovoy, ko'zlarini assila, to'g'ila ketdi. Dadisi, eshakni yana bir tezaklatmamdiq. Nemi qaldıraysan xotin? Elim o mantı kömüge qilanda qasqan dümçüptü degandek şunchacık baylıqni apıla-şapıla tüytüp olduk. Yana oltin tillaga ajdimiz tushadigan bo'lsa, eshak yenimizda turibdi-ku. Eshak mening qo'limda bo'ladi ekan. U chaqda bütün baylıqlarning hammasi oltinimdan kechib qutlanmaydi. Bu deganlarga durust.
Alamades işe kolumuzdan çıkıp kesse altın gümüşlerden ayrılıp kalamız mı ki dep ensireymen dadısı. Ağzını taş! İlahim, şundak degen zuvanı tutulup kala! Eğiz jügürgi, başka, put jügürgi, başka degen gep raskende. Senin muşu şum ağzın bolu diken, davamlık şumluklarını çillaplı yürüysen. Boldu kısılar dadısı, boldu. Niman çıkarpıp gittidiler, mındaklı dep koydum. İşektik kolumuzla turuptu o. Ağzından muşundak şumluk çıkırıp, ot kuyruğlu kısan ne mi başladı? Oylap gep gel, oylap. Osman zımının mu, kuluğu var bilemse. Biz bu en güçleri işekke, asan eriştik mi? Dünyada silidek ahmak adam var mı? Bir izzetqi jigitning gepiga aldınıp bir muncha balaga qaldilar. Mening gepimga kirgan bo'lsalar, toyoqmi yemaydilar. Xalqi olamning oldida rasvomi bo'lmaydilar. Hey, bundaq bo'ladiganligini kim o'ylagan deysan? Tangrining arg'amchisi o'zin. Tangri bu tilqisinchiligimni bir kunlari o'zi o'ngshaydi. Otdan tushilimi o'zangidan tushmay yetaverasizlar. Endi taqdirga tan berish kerak. Biz azaldan sho'rpeshani yaralgan. Betalayga suv kelsa, Alloh ko'dan yo ketibdi degan gapni anglamaganmisizlar? Hey, bo'ldi, to'liq ko'tildimigina. Eliqi yigit menga yolg'on gap qilgan bo'lsa, ilohim do'zax ko'ya. Agar u meni oldimigan bo'lsa, tiligim ijobat bo'lib bir kunlari eshigim oltin tilla tezaklab qolar. Xislatlik yigit. Xislatlik yigit. Men bir muncha baloga qoldim. Menga yordam qilgin. Ko'ngillarni yerim qilmislar bova. Men sizlarga bir dasturxon hadiya qilay. Rahmat. Agar qaysi vaqtda taom g'izo lozim bo'lsa, echil dasturxonim echil desalar, hamma taomlar oldilarda hozir bo'ladi. Lekin aslarda bo'lsin. Yo'l ustida hargiz qo'nmasalar. Bu sirnimi hech kimga tinig'ichi bo'lmasalar. Rahmat yigit. Xo'shamisa, bir kuni ko'rishamiz. Acaba eshakning nemishqa oltin tilla tezaklamaganligini tapbamida? Bu yigit meni rastlik qoldirib to'tamdi ya. Agar aldigan bo'lsa, so'rg'ini tatdim. Nem bo'lsa bo'lsin. Bu dasturxonimni bir ko'r boqay.
Aziz mehmon, bu yoqqa qadamlar yetib qopdi-ku. O'zlarini pana tatib kelib qoldim. Kirsizlar. Bizda bir ko'rishgan do'nosh, ikki ko'rishgan tuqqan degan bir gap emasmi? Sizlar bilan biz qadinaslardan bo'lib qoldik. Ishimiz sizlarga davomli ochiq desizlar. Qani, o'ltasizlar. Qani. Aras. Bu dasturxonimni obdaroq bir saqlab bergan bo'lsa. Ma'qul. Iliq eshak. U qo'tir eshakning gapini demayli qo'ysizlar. Men sizlarga dasturxonning gapini qilyapman. Ma'qul. Obdan. Aslarga sen qo'yay. Lekin za og'izlaridan echil dasturxonim echil degan gap hargiz chiqib ketmasin-jumi? Omonatga xiyonat qilish dayuzlarning ishi. Sizlar xotirjam uyqularni uxlayapsizlar. Qani. Yana bir xislatlik engishtar yuvatgan o'xshaydi. Mushkulotlarim texmi oson bo'ladigan bo'ldi. Qanot quyruqlarim yana uzraydigan bo'ldi. Xotin. Hey, xotin. Yana Ahmet geldi, Ahmet. Dadisi, o'zlarini besib elib gap qisilichi, yana qandoq Ahmet keldi? Qara. Eliqi ahmaq qiri, yana bir xosiyatli narsa kelgan o'xshaydi. Avval bu dasturxonni ichib, bir ko'rib boqaylik. Eşini yemesnikiga, kiyimni kiyemesnikiga deptiken. Yuvaşlı bozaqqımız soruğu bana deydi. Bu galvan qeri bizga yana nima aytgandi? Gapni oz qil. Og'zing ichiladiganlar bo'lsa, xuddi g'urlayning cho'jisidek chukuldab ketdi ekansan. Undaq bo'lsa, bu dasturxonda nima karamat bor? Chaqarroq deymamla, ishchim bek siqilib ketyapti. Chaqarroq deysizlar. İçil dasturxonim içil. İçil dasturxonim içil. Nemi karamet bu. Vay vay. Oltun tizeklaydigan eshigim bilan 70 xil g'izo chiqirdigan mana bu dasturxonim meni har qanday podshodimmi boy qilib o'tadi. Ering endi boyojining qizini xotinlikqa olsa gaping chiqmas. Osh, to'li gap qilmay iymon taqnigina o'g'ri. Qo'shilding a? Qo'riq gapni qo'yib, av galvan qeri o'yg'ang'icha mau dasturxonni almashtirib oladi. Albatta shunday qilamiz-da, jinim xotin. Moshundaq xosiyatli dasturxonga o'xshaydigan dasturxondan birini darhol olib chiq. Chopsam bo'la. Ma'qul. Yana nagi borla?
Bak hocamga xabar qilib o'tay. Xosiyatli dasturxonning karomatini ko'rib baqson, qulig'i anglamagan, ko'zi ko'rmagan noz ne'matlarni o'z og'zi bilan tetimigacha mening gapimga ishonmaydigan o'xshaydi. Voy, sizlar ahmoq buvayning burniga tex suv kirmadimi? Ha? O eshakmichu tushib ko'rikka puti bir sepilsa, ikkinchi u ko'rikdan o'tmaydi. Mening ko'zimga ko'rinib turadi. Sizlar xalq olamning oldida yana izohanatga qolala. Hay, to'liq ko'tildimi sancho? Xotin haq degan bag'o. Sizgan siziqdan chiqmasligi kerak. Uqdingmi? Begim. Helaqa ishni. Bu ishlarni biz endi keyin bir taraf qilamiz. Xotirjam bo'linglar. To'g'rimi? Biz uni o'rg'ashtirib. Obdan. Shunday xo'sinamiz. Hurmatlik bak hocam, o'zlarini xosiyatli dasturxonimning karomatini ko'rib baqsa ekan deb taklif qilib kelib edim. O'zlariga malol kelmasa. Sen yana meni ko'ldirlatmoqchimi? Bu qitim jiningga ezi bo'la. O'zlarini ko'ldirlatadiganға beshim o'nmidi. Janoblarni dasturxonimning karomatini jamoat bilan birga ko'rsa deyishdan boshqa muddaoyim yo'q taqsir. Gapingdan qaraganda rosttakmi turdi. Lekin shuni samingiz hep qo'yayki, o'tgan qatimdikisiga o'xshash bagligimizning obro' inovatiga daxli yetkazsang, hargizmi bo'sh qo'ymayman. Haddim emas bak hocam. Agar dasturxonim haqiqatan xislatlik bo'lmasa oldilariga o'zim kelib xabar qilmagan bo'lardim. Bo'pti. Qani jamoat oldida dasturxonning karomatini bir ko'rsat. Obdan, begim. Qani boy, karomatingni ko'rsat. Echil dasturxonim, echil. Echil dasturxonim, echil. Meni o'sal qilmay, echil dasturxonim. Hey siz xiqaday, sen bizni yana ahmoq qilib otamsan? Nim bo'g'anligini o'zim bilmayapman bak hocam. Mening silini aldash niyetim asla yo'q. Kelinglar. Labay. Ma saran qerini achib uringlar. Mana kerak. Begim, bak hocam, ma'vol bo'ldi. Ma'vol bo'ldi. Mana deyma. Fatam Xacho. Ay huy. Bu nim ish. Nim bo'g'alli sizlar. Voy voy. Bu nima tatqiliqdi? Bu nima ko'gilikdi bo'voy, ha? Bo'voy. Ko'zlarim asla. Bo'voy.
Sen neymişki menin gepimni anlap koymayla, ha? Gözlerini asıla, gözlerini asıla. Bovay, gözlerini asılı çok. Bovay, sen neymişki menin gepimni anlamayla, ha? Bovay tayoq zarbisidan nayt uzun o'rin tutib yetib qopti. Kunlar o'tibdi, oylar o'tibdi. Xalqlar orasida Bovayni sarang degan gap taqilib ketibdi. Bovay matam uch matam debdikan. Yilqi xislatlik yigitning yeniga yana bir qatam boray. Beshimga kelganni ko'raman deb o'ylab, yigitni izlab chiqib ketibdi. Oxiri ana shunda oqibatga qoldim yigit. Tushundim bova. Sizlar haqiqatan oq ko'ngil, soddikanlar. Xayr, bu eng oxir qitimqisi bo'lsin. Mana bu zar xaltining ichida xislatli to'qmoq bor. Agar kimdi-kim har qanday yo'l bilan bo'zaq qilsa, xaltining og'zini ochib, "Ur to'qmog'im, ur" desilar, mushkulotlari oson bo'ladi. "Tur to'qmog'im, tur" desilar, to'qmoq to'xtaydi. Qani, asla. Rahmat yigit. Bu qilgan yaxshiligingni umr bo'yi unutmayman. Ma'qul emisa bova. Aman bo'l. Bu nima karomat? Umumu tushunma.
Canını bir kayıdığın günah. Hey. Ne girsin? Bırak. Tur değme. Ha? Sen bir kere. Hey. Seni koyunu batırsam tüzük bakmaysa. Hey. Seni tükmenge batırsam bakmaysa. Ha? Gep anlaşamsan yok. Ha? Bunun deki yanımı şuna kılıçlıdan basan. Paçığını çekirdi mi? Yok ulaş. Kesle. Kadirlik mihman. Biz kon tonuşlardan bop kaldık. Erip ketiptiler. Bugün bir gece hizmetlerde bolay. Kene, merhamet. Himmetlerge rahmet. Kene. Merhamet. Kene, kesle. Kollarını juvasla. Kaçan. Bugün uzun yol yürüp, herif içip gelgenler. Kene. Aldı bilen silini. Rasa bir optan kütüp olay. Bir ömür tügmen çörüp ötüptü men közle. Tapkan mal dünyayımga. Muşu katta ayvan sarayını saldırdım. Yurt ehli, bütün el cemaat menin ağzımı kılı karaydı. Kolum ne kayak kısınsam şu yak iyiydi dağım bop gitti. Hakikaten katta bayladın bu kapla. Ahmet hem bereket ata kıptı. Tiligimni icabet kıldı. Men bunundan köp fırsat. Bir har oğanның bir esiz bommığı var diyen gep rastken. Taksir. Aziz buraderim. Siliminin avarçılığımını tatip, işek ve dastıkınımını obdan saklap bergen ediler. Bugün muşu zerri haltamdı mı, xuddi şununla okşaş saklap berişlerini ötünümen. Bırak şunu eslerge sep koyay. Lekin za ur tohmuğum ur dep samıslacı mı? Keni sen ey. Löbbey. Hocam. Mauzer haltını menin hanımga kirip koy. Bu mihmanның amaneti. Yaxşı düşlerini nesip kıgay. Optarak arımelim aslan. Keni sen ey. Xoş, hocam. Mihmanni ocurgu başla. Kene. Keni. Merhamet. Xoton. Xoton, bağ mı sen? Ne boldu? Kaçın iş kolgandek asırmay gepni enik kılmamla. Elgi ahmak geri bizge yana bir baylağa kepti. Nime? Baylık? O galvan geri yeni geldi mi? Bu dünyada emdi bizden katta ikinci çoğun bay bulmaydı. Bizge hiç kimi tankilenmeydi. Ahlını kıskı kısın. Hey, çakkan bol xoton, biz ne kandak baylık kütüp durdiken körüp bakaylı, kandak. Hey, aldırmışla, məhbi gazini kirip andın köreyli. Şuna kılaylı, gel. Asla körlü. Uğur tokmuğum, uğur. Hocam! Adam baba!
Nifat! Vay Mahmud'u! Vur, Tohman, vur! Vay Kudayım, bu neymiş bu? Ay canım, vay bir şey var. Kudayım, bu ne mümkün bu? Aslida senle mening qimmatli narsamni o'g'irlab, meni bir muncha baloyi ofatga qo'yib ketsan-da. Omonat xiyonat qilganning oqibati mana mushu. Qani aytisha, eshigim bilan tasdiqinib qani. Ba.